Sho'rik, qo'ysangchi, maza qilib uxlayotgan joyimda. Ustozim Johnny Enderfonik. Keling bitta dars o'ting. Taxtingiz sizga muntazir. Keling. Sho'rik. Juda ham qimmatga tushib ketyapsan lekin. Ha mayli, o'tir. O'tir. Ustozing o'tirgan joyda hamisha qarshisida tik turgin, hurmat ila. Xo'p bo'ladi ustozim. Senga avval so'zlarni chiroyli talaffuz qilishni o'rgataman. Xo'p. Sani bir xo'p deshingdan bir xo'p deb cho'msanmi, xunu. Xo'p degan, kelgan. Eshit, qaytar. Yuragimdan urdi bu janona. Yuragimdan urdi bu. Aka nima edi? Janona, shuni ham aytolmayapsan, qaytar. Janona? Sho'rik voy, o'la. Unaqa aytmaydi. Aytayotganda nigohlarga boqib, uchqunlar yaralib, ovozingni qaltiroq hissi bilan yuragimdan urdi bu janona deb berishing kerak. Sen bizni unaqa aytilmaydi. Ha, ustoz Johnny Enderfonik. Sekin-sekin o'rganaman-da. Aytilayotganda asalcham sevgi bilan, shakarcham ixtiros bilan, novotcham erkalash bilan aytishing kerak. Ustoz Johnny Enderfonik. Qanday aytyapsiz bularni? Qo'yur, bu hayotiy tajriba. Xullas bugun senga uyga vazifa. Katta daftarchani olasan, basharingga o'xshagan. Xullas, seryozni bu. O'shani olasan, yozasan o'tga har xil komplimentlarni, tushundingmi? Xo'p, ustoz. Joni akamni rosa ham mehnatkash, to'g'ri odamni sevgan ekanman-da, adashmabman. Voy Joni aka, Ha, janona. boydan beri kuzatyapman. Jon kuydirib ishlayapsiz-a? Bilasiz-ku, ovotgan pulimni halollab olay deyman-da, o'shanga issiqda jon kuydirib ishlayapmiz. Kiyimim ham terlab ketdi. Boshqa kiyim olib berasizmi?